Markaziy Osiyo mintaqasi hamda yurtimizda ilk marotaba sog'liqni saqlashda simulятsion texnologiyalarga bag'ishlangan xalqaro konferensiya tashkil etildi. Dunyoning yetakchi ekspertlari, ta'lim beruvchilar va innovatorlarni birlashtirish orqali tibbiy ta'lim kelajagini shakllantirish hamda O'zbekistonning simulятsion ta'lim tizimi bo'yicha xalqaro mintaqadagi o'rnini mustahkamlash masalasi ko'rib chiqildi. Uning yakuniy jarayonlari haqida muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Simulятsion texnologiyalarni meditsina sohasida rivojlantirish bugungi kunda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu kabi texnologiyalar barqarorlashuvi orqali shifokorlar hamda tibbiyot talabalari uchun xavfsiz, samarali zamonaviy o'qitish usuli yaratiladi va murakkab muolajalarni haqiqiy bemorga zarar yetkazmasdan mashq qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Markaziy Osiyo mintaqasida ilk marotaba tashkil etilgan xalqaro konferensiya ham ayni shu mavzuda bo'lib o'tdi. Bugungi tadbirimizda bu 2026 Simulятsion ta'lim jamiyatidagi 7-xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti simulятsion markazida workshoplar o'tdi. Bu 30 dan ortiq workshoplarda 50 dan ortiq ekspertlar, xalqaro ekspertlar qatnashdi. Bunda nafaqat bizning mahoratimiz, simulятsion ta'lim jamiyatidagi bir necha yildan beri ishlayotgan xalqaro ekspertlar bilan birgalikda ishladik. Konferensiyaga AQSh, Buyuk Britaniya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Hindiston va shu kabi undan ortiq davlatlarning 50 nafar yetakchi ekspertlari, 500 ga yaqin delegatlari hamda 1000 dan ortiq o'qituvchilar, yosh olimlar va magistrantlari tashrif buyurishdi. Ular dasturning 2 kunida 15 ta yo'nalish bo'yicha empatik muloqotni rivojlantirish va inqiroz vaziyatlarida resurslarni boshqarish, simulyatsiyadan foydalangan holda tajriba orttirish, yurak-o'pka reanimatsiyasi bo'yicha musobaqalar, gamifikatsiya, virtual reallik, standartlashtirilgan bemorlar, sun'iy intellektga asoslangan modellashtirish, klinik ssenariylarda jamoaviy ishlash kabi mashg'ulotlarni o'tkazishdi. Umuman olganda Osiyo mamlakatlarining har birida raqamli texnologiyalar rivojlanib boryapti. Simulyatsiya bo'yicha yangi bilimlarni o'zlashtirishda esa bu uchrashuv juda muhim va O'zbekistonda bu assambleyaning o'tkazilayotgani ham alohida ma'no kasb etadi. Chunki biz qisqa vaqt ichida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan tadqiqot materiallarini qabul qilib oldik. Ularning aksariyati O'zbekistondan edi. Hozirgi tadbir esa Osiyodagi tadqiqotchilar uchun muhim platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Simulcon 2026 xalqaro konferensiyasi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham muhim tadbir bo'lib, ilk bor dunyoning yetakchi ekspertlari, global tashkilot vakillari va yuzlab mahalliy mutaxassislarni bir maydonda to'pladi. Uning yurtimizda tashkil etilgani esa O'zbekistonning akkreditatsiya hamda tibbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha yetakchi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini ochilishiga zamin yaratadi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.